Tovul bolalar oromgohida ishlash uchun xohishingiz bormi? Haqiqiy pedagogmisiz? Unda bizning safimizga qo'shilish uchun zo'r imkoniyat bor. Oromgohlar.uz sayti orqali bizning oromgohga ishlash uchun ariza topshirishingiz mumkin. Bu juda ham oson. Siz uchun qulay imkoniyatni yaratdik. Hozir sizlar bilan oromgohlar.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun oromgohlar.uz sayti orqali shaxsiy kabinet ochishimiz kerak bo'ladi. Telefon raqam teramiz, SMS kod yuboriladi. SMS kodni tasdiqlagandan so'ng esa familiyani kiritamiz. Ism, va eng so'ngida esa pasport siri raqam kiritamiz. Tayyor tugmasini bosamiz. Shundan so'ng bizdan tug'ilgan yil, oy, kunni so'raydi. Ularni kiritamiz. Unutmang, avval birinchi tug'ilgan yilimiz kiritiladi. Men haqimda joyiga o'zingizning shaxsiy tajribangiz va qo'shimcha ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin. Ta'lim muassasasi kiritiladi. Yo'nalish. Ta'lim muassasasini tugatgan yil, oy sanasi. Ommaviy oferta shartlari bilan tanishasiz, saqlaysiz hamda bizda mana shu sahifa ochiladi. Bu yerdan ariza topshirish bo'limi, kerakli yo'nalish, viloyat hamda oromgoh, tovul oromgohi, davom etish tugmasi va ma'lumotlar tekshiriladi, tasdiqlash uchun yuboriladi. Tayyor.